Bu gapga e'tibor beringlar. Onasidan yetim qolib, ota bilan qolgandan ko'ra, otadan yetim qolib, ona bilan qolganlar ko'proq daraja topgan. Yana qaytaraman. Onasidan yetim qolib, ota bilan qolgandan ko'ra, otasidan yetim qolib, ona bilan qolganlar ko'proq daraja topgan. Imom Buxoriyni olim qilgan onalari bo'ladi. Imom Shofi'iyni olim qilgan onalari bo'ladi. Sufyon Savriyni otalari vafot etdi. Onalari yashab turgan hovlini sotib, bir uyning pulini xarj qilib, shahar turli shaharlardagi ulamolardan farzandini dars olish uchun darbadarlikda hayot kechirib, bir uyning pulini sarf etib, farzandini dunyoni olimiga aylantirdi. Imom Avzoiyni otalari vafot etdi. Onalari aytdilarki, o'g'lim, ko'nglingiz cho'kmasin. Ilmingiz to'xtamaydi. Sizni ilmingiz davom etib, kelgusida olim bo'lishingizga mening charxim kafil deb bechora ona charx yigirib, ip kalava qilib sotib, farzandini dunyoni olimiga aylantirdi. Ayol zotini turmushi vafot etsa, farzandlari bo'lsa farzandi uchun yashaydi. Farzandi uchun nafas oladi. Farzandi uchun umr o'taydi. Shuning uchun yolg'iz ona bilan qolgan, otasidan yetim qolgan tarixda ulug'larimiz ko'p. Sababi bu onaning mehnati, onaning qahramonligi, onaning jasoratini evaziga ulamolarimiz mana shunday daraja topishgan.